uy sifatli bo'lish uchun qanaqa sinovlardan o'tish kerak? Bu yozgi oshxonasi. Polni podsvetkalari qo'yilgan, zinalarda ham podsvetkalar qo'yilgan. Bu uyimiz sotuvda, tezda ulgurib qolishingizni so'rab qolamiz. Azizlar, juda ham chiroyli yozgi oshxona. Uklonlar hammasi to'g'ri trapga yo'naltirilgan. Fasadimizga bitta baho berasizlar. IP68 zinalarda hamma joyda fasadlarda bor va yozgi oshxonani pastlari keramik granit polni monolitda qilingan, filni ko'taradigan darajada. Qiralariga e'tibor qaratib qo'yasizlar azizlar. Ichkarilarni ham obzor qilib o'taman. Kiraverish yozgi oshxona va qishki oshxona ikkalasi bitta joyda. Hol juda ham katta, taxminan 7,5-8 metr. Master spalni, общий hojatxona, tepada yana 3 ta xona bor. Podvali to'liq 100% podval. Kiraverishda shunaqa zallari bor, razvednoy eshiklar qo'yiladi. Oldi hovlilari juda ham katta, 13 metr. Bemalol 4 ta mashina bemalol chiqadi va joy ham qoladi. Do'stlar, zeleniy zona qo'yilgan. Uyimizda 2 ta kanalizatsiya hozircha o'rnatilgan, tashqariga yana bitta kolodis qo'yiladi. Fasadimizga e'tibor qaratasizlar. Oqartiriladigan, atachento qilinadigan joylar qolgan va mana bu taraflar juda ham qimmat, taxminan $30 kamanchiklar qo'yilgan. Bu uyni o'zimiz qilganmiz, do'stlar, rahbarlarimiz bilan birgalikda. Hozir bu uyni sotmoqchimiz. Ulgurib qoladigan joyi bittasi sotilgan, bittasining narxi $169,000. Korobka holatida desalaringiz, shu turishida shu narxga olasizlar. Ichkarisini bitkazib berish bo'lsa $230,000 bo'ladi. Polni shunda 230 mingga patkulish bo'ladi. Xohlasalaringiz shu holatida ham sotib olsalaringiz bo'ladi. Hamma hujjatlari bor, kadastrlari mavjud. Sog' bo'lasizlar.